Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizni kuzatuvchi hurmatli obunachilar, mana Andijon Marhamat tumaniga olib kelgan katta yo'limizni yoqib sanab beryapmiz. Xudo xolasa mana 15-20 minut bo'ldi. 9 ga olib chiqdik radisimizni. Bu yonish Qirg'izistonda ishga ko'mirilayotgan. Xudo xolasa yonishlari cho'tki. Kimga shunaqa sifatli garelga katta yo'llar kerak bo'lsa, nomerlarni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Kirligiga ahamiyat bermasizlar, lekin pechkamizni ham, o'zimizni ham qalbi toza, isitishi yaxshilaydi. 21-asr tiklov. Kimga shunaqa sifatli garelga katta yo'llar kerak bo'lsa, nomerlarni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar.